Xitoy Tojikistonning Afg'oniston bilan chegara hududlarida qiymati 59,4 million bo'lgan 9 ta yangi chegara inshootini qurib beradi. Bu haqda Asia Plus xabar berdi. Nashrning xabar berishicha, kelishuv loyihasi 4-mart kuni Tojikiston parlamenti yig'ilishida ko'rib chiqilib, ma'qullangan. Pekin tomonidan moliyalashtirish Xitoyda ichki protseduralar bajarilgandan so'ng boshlanadi. Hujjatlarga ko'ra, qurilishning asosiy maydoni 17,109 kvadrat metrni tashkil qiladi. Chegara obyektlarini barpo etish uchun mablag' Xitoy hukumati tomonidan ajratiladi. Tojikiston tomoni esa loyihani soliqlar, bojxona to'lovlari va boshqa majburiy to'lovlardan ozod qilish uchun javob beradi. Loyihaning birinchi bosqichida 2017-2018 yillarda Xitoy moliyasi hisobidan Afg'oniston bilan chegara hududlarida allaqachon 12 ta chegara obyekti qurilgan. Shu bilan birga Xitoy tomonidan xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlarning kuchayishi o'tgan kuzda Tojikiston-Afg'oniston chegarasida sodir bo'lgan ikkita voqea bilan bog'liq. Afg'oniston bilan chegaradosh hududda qurolli hujumlarda 5 nafar Xitoy fuqarosining o'limidan so'ng Xitoy Tojikiston hukumatidan Xitoy fuqarolari va bizneslarini himoya qilishni kuchaytirishni talab qildi. Pekinning yangi chegara loyihasi Tojikistondagi Xitoy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Xitoy rivojlanayotgan mamlakatlarga sarmoya kiritib, keng ko'lamli infratuzilma loyihalarini yumshoq kuch vositasi sifatida foydalanadi. Xitoy investitsiyalari ham bepul, ham foizli bo'lishi mumkin. Bu taktika qarz tuzog'iga olib keladi. Agar qarz olgan davlatlar kreditlarni qaytara olmasalar, strategik aktivlar ustidan nazoratni Pekinga topshirishga majbur bo'ladilar. Xitoy Tojikistonning eng yirik kreditori bo'lib qolmoqda. Mamlakatning umumiy davlat qarzi 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 3,5 milliard dollarga baholanmoqda. 2011-yilda Tojikiston tashqi qarzini kamaytirish va chegara masalalarini hal qilish maqsadida Pomirdagi taxminan 1158 kvadrat kilometrlik bahsli hududni Xitoyga topshirdi. Bu uning yerlarining taxminan 1%ni tashkil qiladi. Xitoy musulmonlarning dushmani bo'lgani uchun ularning manfaatlarini himoya qilishdan yiroq. Xitoyning musulmonlarga nisbatan zulmi butun dunyoda misli ko'rilmagan darajada. Mamlakat Shinjondagi musulmonlar uchun konslagerlar tarmog'ini qurgan va u yerda faoliyat yuritmoqda. Pekin musulmon aholisini o'z dinlaridan mahrum qilish uchun assimilyatsiya siyosatini, ya'ni xalqning dini, tili va madaniyatini o'zgartirishni bosqichma-bosqich amalga oshirmoqda. Faqat Roshid xalifaligigina Xitoy va sionistlarning bosqiniga chek qo'yadi. Falastin va Sharqiy Turkistonni ozod qiladi. Kashmirda hindular hukmronligiga chek qo'yadi va barcha islomiy yerlarni ozod qiladi. Adolat va yaxshilikni yoyadi. Yomonlik va zulmga chek qo'yadi. Kufr va kofirlarni xor qiladi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi: Vallohu g'olibun ala amrihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Alloh o'z ishida g'olibdir, ya'ni uni o'zi xohlagan ishni qilishdan hech kim man qila olmaydi. Lekin odamlarning ko'plari buni bilmaydilar.